Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yili 2-oyning 20-kuni shanba. Sizlarga ozroq uchur yetkazib qo'yib chiqishim. Aslida tunogin qilishim kerakda tunogin qilmay qoldim. Idoraning ishi bilan aldirashib ketib, yarim kecha 12gacha ishlatdim. Shunga tunogin chiqamadim. Endi dastlabda deb qo'ydigan bir gap buningdan keyin men Amerika'nınki siyaseti doğruluk gap qilmayman. Buniki bir necha sabablar bor. Birisi ahvol nachar, meniki farzimda. Ashta boshqa bu nachar ahvolni so'zlamoqmi baktaskan, anglamaqmi taskan. Uning ustiga buni men so'zgidim bilan bizniki hozirgi millatniki holini yaxshilash jihatlarida ancha foydasi yo'q. Bu ijobiy energiya bo'lolmay, butlay salbiy energiya bo'ldigan ishga bu. Aşta bu aşka bu to'g'ri so'zlamay dedim. Yana bir muhim narsa, agar men buni qadar qilaversam, bizniki Uyg'ur davosiga oid ba'zi ishlarga ta'sir etib qolgandek qiladi andishi bor. Aşta bu aşka uni u to'g'riliq bundagi so'zlashni ancha qiymati qolmayotdi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Bundagi imkon bor vatanning ishlari, Uyg'urlarning ishlari, Xitoyning ahvollari to'g'riliq, anikin o'zimizning chet elda qilayotgan faoliyatlar to'g'riliq so'zlab berishim mumkin. Ba'zi haftalar chiqarmasligi mumkin. Buni deb qo'yay. Ahvolga qarab belgilayman uni qasabda chiqadigan chiqmaydiganligini. Shunga buni xabar deb qolgan bo'lsanglar, hozir qanday xalqaro vaziyatda bir umumyuzlik yaxshi ahvol Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlarini e'tirof qilganlar nihoyatda tez ko'payapti xalqaroda. Men o'zimniki munosabat va doirasida bu ishlarni kuchli his qilyapman. Hozir dunyodagi xalq ichida Xitoyniki bu jinoyatini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan kishilar ko'paydi hozir. Ammo shu hukumat jihatdan, masalan, xalqaro organlar, chet el hukumatlari bu jihatda rasmiy qaror olib buni e'tirof qilayotganlar ko'p emas. Hozir Amerika eng boshlamchisi bu jihatda. Bundan keyingi bu ishlar qanday bo'ladi aniq emas. Yaqinda Kanada munoiti kuchab bu ishlarni tutish qilyapti. Hozir Angliyaga berib parlamentga kirmay qoldi bu. Aslida shu to'g'ri qaramoqchi. Parlamentda quydigan ishmi amaldan qoldirilib boshlanib qoldi. Shu qilib balki hukumat darajasida turib bu ishniki bu ishni e'tirof qiladigan ahvol jihatlarda bir qism ilgirlashlar bor, haqiqiy natija yo'q. Lekin xalq ommasi ichida buni e'tirof qiladigan ahvol keng ko'lamda vujudga keldi. Buning zo'r foydasi bor. Bundan keyin mayli chet el hukumatlari bo'lsin yoki xalqaro organlar bo'lsin, masalan BDT, Yevropa Birligi degandek ularga besim bo'ladi. Hozir endi Uyg'urlarning fojiasiga oid paket isbotlar intayin ko'p o'tirib chiqqanligi uchun hozir endi boshqa bir narsa deyishiga imkoniyati qolmaydigan ahvol bo'ldi. Lekin biz yenilamkin o'zimizdagi ahvolini obdan mo'ljalashimiz kerak. Zodi bizning ahvolimiz nereden ekanchilik. Xitoy qanday qilyapti? Hozirgi shu xalqaro yangidan paydo bo'layotgan besimlarga qarata Xitoy qanday muomala bo'lyapti degan narsani har vaqt asdan chiqarmasligimiz kerak. Yaqinda dunyo sayyor tashkilotiniki umiga berib tekshiradigan bir ish bo'ldi. Ehtimal xabar topdilar, o bir o'yinniki o'rnida kelib bir ish bo'ldi, hech qanday amaliy qiymati yo'q. Endi Uyg'urlarniki ahvolini mesela tekshiradigan bir xalqaro umak qachon vujudga keladi, qachon bizniki vatanga bordi, bu aniq emas. Ammo nihoyatda echinishli bir ahvol nima desanglar, Xitoy Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini hech qanday bo'shatgan yeri yo'q. Hozirmi davomlashtiryapti. Ular bağırsız taktik işiltip, xalqaroniki nazardan qochiradigan taktik işiltip bu ishini davomlashtiryapti. Bu orliqda bir narsa bo'ldi, anlamatamdi, bir asın uçup yazayotgan bo'lsanglar. Yine uçup qilib quruq so'zlab vermay. Bu atamda orliqda. Şu bu cihetlerini herkes isimizin çıkıp koymasımız gerek. Bizniki
chet eldagi Uyg'urlarniki vazifasi burunqidan texnik og'irlashdi. Biz davomliq biz hozirga qadar Xitoyniki shu og'ir siyosatniki ostida qanchalik narsani arilib qoldik. Yine nima narsamiz bor? Buniki qanday qilishimiz kerak? Mush yoqda chet eldagi har bir Uyg'ur qattiq o'ylanmas bo'lmaydi. Biz uchun bir yaxshi omil, hamda o'zgarmaydigan omil bizniki yana 10 milliondan ko'p nüfusimiz bor. Endi hozirga qadar meniki ma'lum uchurlarda 9 milyondek odam sulinib, o'lib ketadigan ahvollar yuz berdi. Qashqa Xotanda erlarning 70% qolmadi degan uchur kelgan. Bu endi xo'p ketdi hozir. Lekin shundaqdimi endi 10 necha million xalqimiz bor. Bu bir o'zgarmaydigan ahvol, Uyg'ur yo'qolib ketmaydi. Uyg'urni yo'qotmagan oson emas. Bu jihatda shunga hammamiz ishonch bo'lish kerak. Lekin hozir bo'layotgan eng fojiali ahvol nima desanglar, Uyg'urlarniki sarxillarni qo'ymaydi bular. Sarxillarni asosan yo'q qilyapti. Undan keyin buningdan keyin Sharqiy Turkistonda Uyg'ur sarxillariniki haqiqiy Uyg'urlarniki hissiyoti, Uyg'urlarniki qimmat qarashi bilan cho'ng bo'ldigan Uyg'ur sarxillariniki chiqishi nihoyat tas bundan keyin. Shunga bundan keyin Uyg'urlarning sarxillari chet eldan chiqishi kerak. Bu chet eldagi Uyg'urlarga o'zininki farzandlarini eng yuqori darajada hammadan muhim o'rin qo'yib yaxshi tarbiyalaydigan, tarbiyamiz bo'lmaydigan mustaqil vazifani, tarixiy vazifani yuklaydi endi. Aşta boshqa bu vazifa jihatda, bu jihatdagi mas'uliyat, majburiyat jihatda har bir Uyg'urninki qolisida aniq tushuncha bo'lishi kerak. Bundan keyin ahvolimiz ashta, vatandan sarxillar chiqmasligi mumkin. Bundan keyin Uyg'urlarning sarxillarini chet elga yetildirishimiz kerak. Keyinchi men bu vaqtda chet eldagi bola tarbiyasi haqida yana ayrim temada so'zlab qilishim mumkin. Hozircha shuncha xil deb qo'yay. Endi hozir qadar Amerika, Yaponiya, Kanada, Yevropa taraqqiygan ellarda yashayotgan Uyg'urlarniki bola tarbiyalashida xo'shalaniq ahvollar bor. Uyg'urlarning bolalari eng donliq maktablarga kirib o'qiyotdi. Bolalarni yaxshi tarbiyalayotdi. Amerikada bo'lib mashunaq, Yaponiyada mashunaq. Endi Uyg'urlarniki chet elda eng nufusi ko'p o'rindan ikkisi bor. Birisi O'rta Osiyo, ikkinchisi Turkiya. Çünkü bu ikki o'ringa hammadan ko'ngil bo'lish kerak bundan keyin. Ashadagi Uyg'ur farzandlarini qanday yetildirish jihatda. Shunga bu jihatda har bir qarindoshniki obdan o'ynab qo'yishini umid qilaman. Hozir Turkiyada bir necha guruhga qarindoshlarni aytib kuchab ishlarni qilyotdi. Masalan Uyg'ur Yarda Abdulla Ayub, Botir Qarxonli inlarimiz bor. Ularni aytib kuchab ish qilyotdi. Andikin sarxillar ma'rifi deb yana bir projekt o'tirib qo'yildi. U ishni bir xalqaro hamkorlik ostida nurg'un qarindoshlar uni fidoyi bo'lib ishlash ostida nihoyat yaxshi ketyapti, u ish yaxshi ketyapti. Andikin yine maktab yeslechib nihoyat kuchab mangdirayotganlar bor, Yira maktabi masalanga. Yine boshqa maktablar bor. Uyg'ur qarindoshlarni kuchab ish qilyapti. Bundan keyin mushjatki ishlarni texnik kuchaytirishimiz kerak. Ashta qilmasak chet ellarda bundan Uyg'ur sarxillarini chet elda yetildirish bu vazifani biz o'rlay olmaymiz. Bo'libmi hozir tug'ilib cho'ng bo'layotgan Uyg'ur bolalari isrof olib ketmasin. Ular kelgusida bir xalqaro sahnaga chiqib Uyg'urlar uchun bir obraz ish qiladigan odamlardan bo'lib yetib chiqishi shu jihatda hammamiz obdan kuchayli. Yaqinda ben oldingi bir videoda şu Türkiye'deki hozir maktab o'qishiniki internetda ilib berilishga majbur bo'lib qolgan ahvoldan keyin nurg'un Uyg'ur oilalarida internetdan dars oladigan qurol yo'q. Kompyuteri, telefon yoki nima tablet narsalar yo'q, qiynayotganligini dedim. Botir Qarxonli inimiz bu jihatda ko'p chaqir qildi. Abdulla Ayub inimiz shunday qildi. Shuning turkisida hozirga qadar Uyg'ur Yar topshirib olgan tabletning soni 21 ga beribdi. Yine 10 odam buningga va'da qilibdi, yine birimiz deydiganlar.
Bu naiti kishini xushal qiladigan ahvol. Bu tabletlarniki bir qismi ehtiyojli bolalarning qo'liga tegib bo'ldi. Ba'zi oilalar ekan 6 bolasi bor. O'qiyotgan bolalarning 6si bor, lekin telefondan faqat bir islam bor degandek, yan fondan ashta oilalar bor ekan. Ular qattiq qiynab o'tibdi. Shunga bu jihatda chet ellik qarindoshlarga yordam qilsanglar. Biz bu Uyg'ur Project fondidan shu Turkiyadagi o'qish, shu tablet qatorliq qurollarda qiynab qolgan bolalarniki normal o'qishi to'xtab qolayotgan shu tufaylidan ashuna qarindoshlarga yordam qilish uchun Uyg'ur Project fondidan $5000 yani to'plab berayli degan bir ishni qaror qildik. Bugun men bu to'g'riliq yana Facebook'ga bir narsa chiqaraman. Bizniki Turkiyada, Yevropada, Yaponiyada vakillarimiz bor, pulni yig'ib beradigan. Amerikaniki asan shu Facebook'dan yoki Uyg'ur Project fondiniki torbetidan yani qilsanglar bo'ladi yoki u qulaysiz bo'lib qolsa men bilan aloqalashsanglar Turkiya, Yevropa, Yaponiya, Avstraliya sizlarga ayrim pulni to'plab beradigan odamlarni deb beraman. Shuna bir qo'ysanglar $5000 yani to'plab Turkiyadagi bolalarniki tablet masalasini, ehtiyojli bolalarniki tablet masalasini hal qilib bergan bo'lsak, mush ishga bir ovoz qo'shib qo'ygan bo'lsanglar, bundan keyin chet eldagi Uyg'urlar uchun qiladigan eng muhim ishlar mana shu ishlar. Bizning qolgan jihatdagi taqdirimiz qachon o'zgaradi? Xitoy Uyg'urlar qaratgan siyosatni qachon to'xtatadi? Hozir turma, lager, zavodlarga qamalib qolgan Uyg'urlar qachon qazarga chiqadi? Buni biz bilmaymiz. Lekin maaşlar bizim qo'limizdagilar ishlar. Biz uzun muddatli tayyorlik qilib, chet eldagilar mana shunaqa qo'limizdagilar ishlarni qarshi turgan bo'lsak, shunga bulanslarni üzümen men aben degandek bu vaqtda men Facebook'ga maxsus yan to'playdigan bir narsani chiqaraman men. Bugun aytning ichida shu yerda sizlar qog'ozchilik erisha olasizlar. Sizlarga degan yana bir xush xabar. Mushu dushanba kuni 22-slar Turkiyada Sharq Turkiston degan bir kitob nashrdan chiqdi. Bu kitob 480 betlik qattiq muqovalık naiti isil chiqibdi. Bu kitobniki yozuvchisi Hamidullah Muhammad Tarim. Bu meniki farzimcha burun yozilgan kitob. Bu qayta nashrdan qilindi bu. Men so'rmoqdiman. Herhalde bu kitobni yozgan bu Hamidullah Muhammad Tarim degan kishi G'ujin yozgi kotib bo'lgan kishi ekan, shu kishi yozibdi. Bunun da 30. yıllardaki Uyg'urlarniki tarixiy naiti tafsili bayon qilingan naiti qimmatli kitobkan. Men bu ko'rib baxmadim, buni men qo'limga amda keladi. Shunga bu kitob nashrdan chiqadi ekan bo'lsa, Uyg'ur qarindoshlar buni setib olib, mushni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Bu kitobning 1000 dona besildi. Uniki besish chiqimini Uyg'ur Project fondidan ko'tardi. Endi bu setilgan joyda intayin arzon bahoda setiladi. Faqat lamkin basma haqqı bilan pochta haqqı shuni chiqarib olgan sotiladi. Kirim topmaymiz bundan. Endi shuni chiqargan taqdirdami bu kitobdan sotilgandan kirgan pul Uyg'ur Project fondiga kelmaydi. Biz u kitobni shunday qilamkin, yana Turkiyadagi Uyg'ur yor fondiga yana qilyaptik. Ular shu kitobni taqitib, kitobniki besilma haqqı bilan pochta haqqidan kirgan pulni Uyg'ur yor fondi Türkiye'deki qiyinchilik va o'quvchilarga yordam qilgan ishga ishlatadi. U pul bizga kelmaydi. Biz nurishlarimiz quvvatimiz hozir. Shuni xabar deb qilinglar. Ashlar boshqa kitob u bozor bahosidan ko'p arzon bo'ladi. Buni setib olish orqali birisi o'zinglar bir muhim tarixiy material ega bo'lib qolsanglar, ikkinchisi navbatdagi vaziyatda Uyg'urlarga uchun bir to'p qo'shgan bo'lsanglar. Shunga bu ishni qo'llab qo'ysanglar, bu kitobni setib olish ishidimi Batur Qaraxonli bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Facebook'da topa olasizlar. Endi oxiridagi yana bir gapim deydigan, navbatdagi Uyg'urlarga oid cho'ng muhim mazmunlar nima buni bilmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, meniki Twitter hisobimga borsanglar, o'sha yerda men eng yangi, eng ahamiyatli deb o'ylagan narsalarni o'tirib chiqaryapman. Nayt yaxshi ma'lumotdi. Yine to'xtatmay men bilan yangi kishilar aloqalashib chet eldagi faoliyatchilar, muxbirlar, ba'zi amaldorlar degandek. Shunga Twitterdan
minik chiqargan narsalarni shu yerdan o'qib olsanglar bo'ladi. Xitoyniki hujummi aytdi kuchayotidi. Menga qartilgan Twitter'dagi hujum. Men uning obdan taqabul turib qo'yapman. Uni mana shu yerdan ko'ra olasizlar, qana taqabul turayotganligimni. Yana bir ish, mana shu o'tib ketgan chorshanba kuni 17 fevral kuni Angliyadagi bir maktabning xalqaro kechirim jamiyati sho'bisi bir faoliyat o'rlashtirdi, bir panel suhbati o'rlashtirdi. Buningda 6 odam panelist bo'lib u yerda so'zladik. Uyg'urlardan yolg'iz men bor, qolganlari ham chetlarda ko'pincha Angliyada faoliyatchilar yo'q. Bunun ichida men tilga qo'yadigan ikki muhim odam bor. Uning birisi Rodney Dixon degan xalqaro advokat. Bu advokatni Amerikadagi surgunda, Sharq Turkiston surgunda hukumatidan bu advokatni ishga silib, hozir xalqaro jinoiy ishlar sotida Xitoy Kompartiya hokimiyati ustidan arz qilyotdi. Shu arzniki bosh advokati o'sha odam shu Rodney Dixon degan kishi. Bu qitimqi panelistga bu kishi qatnashib Uyg'urlar masalasini biroz tushuntirdi. Andan keyin xalqaro jinoiy ishlar sotiga arz qilish ishini biroz tushuntirdi. Bu ish nereden nergichilik, bundan keyin nereden nergichilik bordi degan narsa. Shunga inglizcani biladigan qarindoshlar meni anglab qolsanglar, bu jihatda bir qism tushunchaga ega bo'lsanglar, bu qatim bu ish qatnashgan yana bir kishi professor William Shabas degan kishi ekan. Bu kishimi xalqaro qonun professori ekan, danliq. Hozir qadar shu qonun sohasida 20 parchadek kitob nashr yozgan odam ekan bu. Bu odam qatnashib Uyg'urlar masalasi haqida muhim so'zlarni qilib berdi. Endi mushu ahvoldami hozirgi xalqaroning Uyg'ur masalasiga bo'lgan tushunchasi bu narsalarni biroz tushunib olg'ali bo'ldi, bilib olg'ali bo'ldi. Shunga inglizcha biladigan qarindoshlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu video YouTube'da bor. Men uning ulanmasini Facebook'ga chiqarib qo'ydim. Men uni o'zimniki YouTube kanalimga qo'yib qo'ymoqchi. Shunga agar topolmayotganlar bo'lsa, shu yerga kirib, shu yerdan topsanglar bo'ladi. Men uni bugun aytnichidan chiqarib o'taman. Anglab olsanglar bo'ladi. Oxirgi xabar payshanba kuni 18-yil NASA'niki Mars 2020 degan mashinasi nimaga chiqdi? Marsga qo'ndi, muvaffaqiyatli bo'ldi. Turkiyadagi Uyg'uriston degan ishni qilayotgan ufqlar buni naq maydondan tushuntiradigan bir faoliyat ulashtirdi. Uningga men qatnashdim, Turkiyadagi bir qism ufqlar qatnashdi. Ashta qilib naq maydonni tushuntirib, ashta bir faoliyat qildik. Nihoyat yaxshi bo'ldi. Har holda men mashina o'ngishli qo'ndi Marsga. Buningda o'tganda men bir chaqiriq qilib Marsga pasport oldigan yoki Marsga ismini chiqaradigan bir ishni degandim men. Shuni qatnashgan xalq ko'p Uyg'ur qarindoshlar bor, ular bor. Sizlarniki isminglar Marsga chiqadi demiş mashina bilan. Shu vaqtda tizimlab qoldilar. Bu bunda faoliyatlarni NASA bundan keyin qilmoqchi. Aklar qatimga mashinada davomli qilmoqchi. Shunga mening ismim bo'lsin Marsga chiqib qolsin deganlar. Shuni diqqat qilsanglar vaqti kelganda men bu ishni sizlarga deyman. O'sha bu bu mashinaki maqsadi Marsdagi qadimgi hayotlarniki izlarini tepish bu birinchisi. Ikkinchisi u yerda bir qism Marsni tadqiq qilib tushunishga qiymati bor, qiymati zo'r tosh to'poloniki nusxalarini to'plamoqchi. Bu mashina to'playdi buni, Perseverance buni izchillik deb oldikmi yoki qat'iy davomlashtirish deb oldikmi mashina ismi shundoq. Bu mashina buni to'playdi. Keyingi mashina Marsga berib bu to'p toshlarniki nusxalarini yer shariga qaytarib tushmoqchi. Mashina qaytib tushmaydi, Mars ustida turib qoladi. Uniki vazifa o'tash muddati Mars yilda 1 yil ekan. Shundaqda bu yer shariniki vaqti bo'yicha 658 kunmi ashtaraq bo'ldi, 2 yilga yaqin. Yer sharida 2 yilga yaqin, Marsda 1 yilga yaqin ashtaraq vazifa o'taydi bu mashina. Bu ish o'ngishli bo'ldi. Bulda mesela bir boşunca sözler Xudoyim bo'lsa bundan keyingi meniki videoda chiqadigan so'zlagan narsalar shunaqroq tarqida bo'ladi. Buni yana bir qatam eslatib qo'yay. Kelar qatam ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.